Spanli komplet, ikkita korishnemisi, bunaqa ochilib yopiladigan old qanotlilarimizdan ham, yakkali divanliklar, ikki tashkali divanliklardan hammasidan ham bor. Assalomu alaykum, hurmatli Arzizim YouTube kanalimiz obunachilari. Hop, bugungi obzorimizda hozir aytgan narsalarimni hammasini iloji boricha qo'llangancha harakat qilamiz, chiroyli qilib narxlarni aytishga, bo'lmasa bemalol pastdagi nomerlarga telefon qilib aloqaga chiqarasizlar. Fikr takliflaringni qoldirib ketinglar. Anchadan beri videoga olganimiz yo'q edi. Like bosib, podpiska bosib, obuna bo'lib kuzatib borsalaring. Masalan, qancha prosmotr zo'r yig'ib, qancha kачествоsi menga zo'r kelsa, mana shu arzon mebellarni zo'r qilib qo'yib yuboraman. Aktiv yaxshi bo'lsa bo'ldi faqat. Assalomu alaykum Ulug'bek aka. Akam oldilariga kelganmiz. Akamning bitta nimalari bor, kamchiliklari bor. Buni hammalaringiz bilsalaring kerak. Telefondan narxni arzon aytadilar, kesalaring qimmat aytadilar. Talashsiz yo bo'lmasa mana shu kanaldan ko'rib keldim desiz, narxini o'sha aytgan narxlariga beradilar. Aytilgan narxga berilmaydi va shu kamiz kanalida. Bizning kanalga arzon qilib qo'yib beradilar u. Sotildi hozir. Akam sotdilar, bilmayman. Xo'p, shuning uchun kelib, mana bu kanaldan ko'rib keldim desalaring, o'sha aytilgan ko'rgan narxlaringni dokazatsiya bilan ko'rsatsalar qilib beradilar. Xo'p, aka, yakkaliklardan boshlayveraylik, narxlarni mana bitta o'tib ketib olashadi. Keyin yana bitta orada arzon mebellardan qo'yib yuboradilar. Aka, mana shu nechi pul ko'z? Xo'p, buni 1.600.000 so'mga beramiz sizga. Jupini. Bozorda 2.200.000 baho aytildi. 2.200 aytiladi, to'g'ri. Ha, 2.200 aytiladi, aka o'zi. Xo'p, yakkalikda o'zichi? Yakkalikda o'zi 700.000 so'mga beramiz. 700.000 so'm yakkalikda o'zi. Ruminiya, Bolgariyaniki Avgust Pakov nomi. Bolgariyaniki, Ruminiyaniki. Bunisi-chi aka? Bu Vengriyaniki. Vengriya. Buni hali nima qilaylikmi hali? Orasidami? Ha, bo'lmasa og'irda. Og'irda aka. Bo'ldi aka, mana bu Spanli komplektimiz. Mana bu bilan uruvini bir xil, dashi bu baland ham uruvini bu. Bundan. Mana shuni desert qilamiz-ku, masalan. Mana shuni. Bu 5.200.000 kami bor. Akamga hozir har dollarga 3 million kami. Kelib qoldi. To'g'ri tushunasizlar. Mengacha mana shikast ko'rsatib turaman. Aynalari ham o'rtada, aynachalari ham bor. Hop, old qanotli shkaf, trimosi, tumba, kravatlar bilan. Kravat matraslar bilasizlar ku. Italyanskiy, ha. Nechi pul aka bu? Uka bo'lsa sizni kuzatuvchilaringizga bo'lsa 3.5 million so'mga 3.500.000. Vodiy bo'ylab dastavkasi bepul. Ana. Uylari tomi bo'lsa bo'ldi. Bo'lib boramiz. Vodiy bo'ylab dastavkasi mutlaqo bepul. Haligi bola bor-ku, Nuh Tarqonov tekin. Nimani dastavkasini o'ylashmasin deydi. O'shanaqa. Bitta shuni xolos e'tibor qilinglar, boshqasiga dastavkasi hali indalgan yo'q. Dastavkasi bepul deb alohida urg'u berib aytiladi. Bor, yo'q degani hali yo'g'iga indamay o'tib ketamiz. Ha, uni ham dastavkasi bor, alohida summa to'lanadi unga. Endi mana bu divanlar bularni o'zi ko'p ko'rsatganman, taylarigacha, boshqa videolar ko'rsalar ham bo'laveradi. Bular o'zi boshqacha temadagi narsalar, bularning donasi. Yana bitta kuzatuvchingizga yana bitta nima, skidka mashina bir jupti. O'sha narxda qo'yamiz, 1.200.000 so'mni, faqat dastavkasi vodiy bo'ylab bepul bunga. Faqat bitta kuzatuvchingizga. Bittasiga. Bundan 20 ta bor bilasiz. 20 ta bor. Faqat mash sveti, faqat shu ko'rib turganlaringni 1.200.000 so'mdan 2.400.000 so'mga. Yo'q, boshqa svet olsa ham bitta kuzatuvchingizga. Bittasiga, bo'ldi. 2.400.000 so'mga vodiy bo'lib dastavkasi ham ichida bepul. Ikkitasiniki 1.200.000 so'mdan. Bittasini olsangiz dastavka qilib berilmaydi. Jup olinadigan bo'lsa, e'tibor qilasizlar shunga. Endi Spanli komplektimiz kupe eshiklik, mana trimolari, tumbalari, matraslari ham yaxshi holatda. Qattiq ekan-a? Ortoped. Xo'p, ichlarini ko'rsatadigan bo'lsam, shkafni, polka, vishilkalari, tortmalari hamma yo'g'i joyida. Tagida ikkita bunaqa tortmasi ham bor ekan. Zo'r ochilib yopilyapti, ochilib yopilishlarini qarang. Gap yo'q. Olgan odam maza qiladigan. Bu tomoni murskiy, jenskiy mishirkasi. Ha, uzun kiyimlar uchun. Mana holati. Buni narxi nechi pul aka? Shkafi bunisi. Buni sizni kuzatuvchilar dastavkichida aytaveray, bo'lmasa 4.800.000 so'mga vodiy ichi dastavka bepul. 4.800.000 so'mga shu komplekt. Joy bo'ladimi, 400.000 joy bo'ladimi, mutlaqo bepul. Gap yo'q. Bemalol aloqa qilasiz. Qo'shib bering demaymiz. Bo'ldi. Endi xo'p, keyin yana bitta Spanli komplektimiz bor. Oppog'idan kupeni, mana matraslari ham juda zo'r edi. Matrasi yomonidan-ku. Bosilishini qarang. Xo'p, buni ham trimosi bor. Mana. Bu narxi nechi pul aka? Buni ham dastavkachida qo'yaveramiz. 4 million so'mga vodiy bo'ylab mutlaqo bepul dastavka. 4 millionga.
o'rtasi taklov, 4 tadan polka. 4 ta polka. Premolarini 4 million so'mga mana shu komplektimiz. Tumbalari ham bormi? Tumbuchkalari ham bor. Xo'p, Ichida eng zo'r matrasligi shuniki. matrasi zo'r, haqiqatan ham shu. Mana buchi, Bu sotildi. bu sotilib ketibdi. Trimoda o'zicha aka, Trimoda komplekti. Trimoda o'zini 400 ming qo'ysak bo'ladimi? 400 ming qo'ysak arzonmikan aka? Gap qo'yavering 400 ming. 400 ming so'mga bemalol xarid qilishingiz mumkin. Pastda nomerlari bo'lmasa Telegram kanalimizga ham tashlab boramiz doimiy. Xo'p, 2 tashkaliga keldik endi. Yog'ochdan taylari ham matraslar machalka qo'yib berishgan ekan. Matras ham machalka ekan, e'tibor bersanglar. Tushunmovchilik bo'lmasin. Nech pul bu aka? Atini qo'ysa ham bo'ladi buni. Buni 1 million 200 ming so'm qo'yaylik. 1 million 200 ming so'm bunisi. Bo'ldi, bemalol xarid qilishingiz mumkin. Alohida ham bo'ladi bular. Endi mana nech pul edi bunisi? To'xtang. 1 qo'ying uka. 1 million 100. Bo'ldi, bunisi-chi? Vijdonim chidamadi. Aka, yaqinda-chi, yaqinda misol obunachilar zo'r ko'radigan bo'lishsa-ku, mana ikkimda ilib oladigan, aynidan ham ko'rsataman ko'pchilik ham. Ikki ilib oladigan olaman aka. Ne qo'yib olib turib, ikki qo'limdan ne ochib yopib ko'rsatib, aka qo'llarini o'sha baraka qilib 100 ming siz 50 ming so'rayman aka. Qo'llab-quvvatlasin ekan. Xudo xolasa, yaxshi aktiv ko'rsatishsa shunaqa qilaman, nima deysizlar? Maksimal qo'llab-quvvatlaydi, layklarni bosib, banglash tashinglar. Xudo xolasa, hali Namanganda qo'y sotishadi-yu, masalan, bunaqa bo'lmaydi. Qo'yni ushlab olib, makkan har bittasini alohida kelishamiz, xudo xolasa. Nech pul aka bunisini? Arzon qilib beraman degansiz. Desertga degandim. O'zimni kanalimga uka 600 ming, o'tgan safar 700 ming shunaqa qo'ydim. Sizning kanalingizga 400 ming so'm. 400 ming so'mga. Mana uni urvinida даже bundan baland buni urvini. Vengriya, polni yog'och ham taklanadi. Chachilib, bemalol Damasga ham sig'ardi adashmasam. Damasga ham sig'adi, 4 ta sig'adi bundan Damasga. Mana. Kommentariyada fikrlar qoldirginglar, arziydimi yo'qmi? Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Siz kanalingizga desert qilib o'rganib bo'lgansiz. O'shunga. Bo'ldi, gap yo'q aka. Xudo xolasa hamma mebellar narxlari menimcha arzisa kerak o'zini narxiga. Kommentariyada fikrlaringizni qoldirib ketinglar, do'stlarga tarqatib, layk bosib, aktiv bo'lib berib tursangiz, xudo xolasa qo'yib boramiz. Keyingi safarga bundan ham zo'r desertlar qilib. Shunaqa aktiv bo'lishni o'zi to'g'ri so'ramay aytdim, bunaqa qilib bo'lmay aytdim. Bilsalaring, men o'zim bitta alohida joy ochib olganman, ana shu yerda savdoda bo'lib qolyapman hozir. Bozorda oxirga kelib bu narsa qilyapmiz. Shuning uchun aktiv bo'lib turilsa, men o'zim ham qiziqib kelaman-da, masalan. Motivatsiya bo'ladi. Motivatsiya bo'ladi, to'ppa to'g'ri aka. Rahmat hammaga kuzatib borayotganlaring uchun, layk bosib, peshingizdan chiqmasin.